8. hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "İza semi'ten nidaa fe'acib da'iyallah." Eğer ezan çakırışını anlasan, Allah'ның çakırgıçısıga cevap bergin. Bu hadisning haqiqiy ma'nosini tushunish uchun ezan chaqirishning asosiy maqsadi nima ekanligini bilishimiz kerak. Agar ezan nima uchun chaqiriladi degan so'roq qo'ysak, ko'pincha odamlar namoz vaqtining kirishini e'lon qilish uchun deb javob beradi. Biroq ezan chaqirishning asosiy maqsadi her bir balog'atga yetgan, aql o'shi joyida bo'lgan erkak musulmonlarni namozni mechitda jamoat bilan o'tsin deb chaqiriladi. Agar bir erkak musulmon ezanni anglab sababsiz jamoat namozga bormasa, uning namozi qabul bo'lmasligi mumkin. Abdullah ibn Abbas rivoyat qilgan hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deydi: "Men semi'an nida felem ya'tih, fela salata lahu illa men uzr." Kim ezanni anglab sebepsiz kelmegen bolsa, onunğa namaz yok. Ya Resulullah, mal uzr. Ya Resulullah, qandaq sebep bilen deb sorasa, xavf av marad deydi. Bir nimeden korkup gelmegen bolsa, yoki ağırıp gelmegen bolsa deydi.